Ashulalardan tursa, marhamat, agar kelin tomondan rais bo'lsa ham chiqib olgan. Şirin hayat kuruşidir. Bir niyetim aklı bastı görüşidir. Senin bilen şirin hayat kuruşidir. Senin bilen şirin hayat Avvalambor ushbu xonadonga xush kelibsizlar. Mana bugun dugonam Zilolaxon hamda ularning umr yo'ldoshlari bo'lmish azim akalarning nikoh va baxt kechasi o'tirar ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'ling. Biz ham shu gaplarga qo'shilib, doim baxtlimiz. Baxtli bo'lishimiz.
Xizmat qilib yurgan sho'ralarimizdan Yaqubjon degan bola bor. Shu bolaga bersak, shu bola dil so'zlarini aytib, kelin-kuyov tabriklab, o'rtada chiroyli qilib o'yin qilib bersa. Marhamat Yaqubjon. Do'stimiz Azamjon hamda kelinimiz bo'lmish Zilolaxonlarni baxt kechasida o'tiribmiz. Bu 2 yoshga baxt saodat tilayman. Baxtli bo'ling. Hamisha baxtli bo'linglar. Bugun biz dugonam bo'lmish Zilolaxon hamda Azamjon akalarning zags kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Fursatdan foydalanib 2 yoshga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Hamisha baxtli bo'ling. Men bu 2 yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Hamisha yuzingizdan kulgul, tamingiz, labingizdan tabassum armas. Yaqindan kelgan mehmonlaringizni mana shu xonadonga xush kelibsizlar. Mana bugun do'stimiz Azamjon, kelinimiz bo'lmish Zilolaxon. Men shu fursatdan foydalanib shu 2 yoshga baxt tilayman, doim baxtli bo'ling.
Kalpsiz yalanlarsiz alıp Çaras Bizlerin göç yok Şelme gerek ki Geri dönem Gözlerge gel aç Acaba Oynayın hani yavaş verdi Ay 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 ay
shaylanib turgan navbatdagi odamlardan Shuhratjon, Ikromjon degan bolalar bor. Shularga so'z bersak, ular 2 yoshni tabriklab, o'rtada bir aylanish bersa, qani doktorlar qani? Obidjon degan o'rtog'i bor ekan. Shular birga o'ynaymiz deb niyat qo'shgan ekan, ularga qo'shilib Yoqubjon chiqar ekan. Marhamat. Endi kelinning singlisi Shahnozaxon. Mana shu ushbu xonadonga xush kelibsizlar. Mana shu kichkina bir o'tirishimizning sababchilari bo'lgan opam Zilolaxon hamda pochcham Azamjonlarning zaks marosimida o'tirar ekanmiz. Ey bola. Men shu fursatdan foydalanib, yoshga uzoq umr, sog' salomatlik, shirin orzularida ulkan zafarlar tilab qolaman. Yuzlaridan tabassum, lablaridan kulgi arimasin. Doimo baxtli bo'linglar. Xonadonga hammalar xush kelibsizlar. Shu bugungi bazmni asosiy sababchilari ukamiz Azamjon hamda kelinimiz. Umrida bir marta bo'ladigan zaks kechasi hamda ertaga bo'ladigan to'y kechasiga nasib qilsa turamiz. Bugungi kechada yaxshi tilaklar bo'lyapti. Biz ham shu yaxshi tilaklarga hamma 100% qo'shilsa biz 500 ming %.